Mayli, bugun tekis sochlar haqida gaplashaylik. Bugun men sizlarga o'zim tajribamdan kelib chiqib qilgan uxodlarimni va hamma ham aytavermaydigan sirlar bilan bo'lishaman. Aytishingiz mumkin, sochingiz jingalak-ku, qanaqasiga tekis sochlarni parvarish qilishni bilasiz deb. Men ham qachonlar sochimni doimiy ravishda tekislaganman. Faqat jingalak soch payti, balki tekis sochda ham sochimni parvarish qilishni unutmaganman. Tezda oxirgi beradigan maslahatim ko'p heyt olishi mumkin. Birinchisi bu shampun. Sotuvdagi shampunlarning 80% tarkibida silikon mavjud. Silikon o'zi nima? Ko'p kosmetikalar sostavida bo'ladigan komponent. Aynan soch bo'yicha mahsulotlarga keladigan bo'lsak, aynan o'sha komponent ishtirok etgan mahsulotdan tez-tez foydalansangiz va uni vaqtida yuvib turmasangiz, u sochda plyonka hosil qiladi va uzoq muddat sochda yig'ilishi hisobiga u sochni og'irlashtirishni boshlaydi. Va nimaiki parvarish qilmay, u sochda plyonka hosil qilishi hisobiga uxodni sochni ichiga singishiga bermaydi. Boshingizni 4-5 kunda yoki bir haftada bir yuvsangiz, unda besulfatli shampun sizga to'g'ri keladi. Hattoki bo'yalgan sochlar uchun ham yaxshi variant. Ikkinchisi, chuqur tozalash. Agarda siz sochingiz uchun styling mahsulotlaridan foydalansangiz, misol uchun qanaqadir muz, ob'yom uchun sprey, termozashitalardan foydalansangiz, ularni bir oyda bir chuqur tozalab yuvib tashlash kerak va bu ishda sizga sulfatli shampun yordam beradi. Uchinchisi, ob'yom uchun faqatgina spreylardan emas, balki muzlardan ham foydalansangiz bo'ladi. Va bilib qo'ying, soch ob'yom uchun nimaiki ishlatmang, agar strижка bo'lmasa, foydasi yo'q. Sochingizni uchi gullagan bo'lsa, uni tiklashga urinmang. Foydasi yo'q. "Mana shunaqa shampunlar bor-ku soch gullaganiga" desangiz, bilingki, bu marketing. Unda nima qilish kerak desangiz, shunchaki gullagan sochdan kesib qutulasiz, bo'ldi.